Salom qizlarjonlar, men bugun sizlarga uy sharoitida tabiiy protein tayyorlashni o'rgataman va video davomida nimalarga foydaliligini aytib o'taman. Asosiy mahsulotlarimiz tvorog, uy tuxumi, bedana tuxum, keshu yong'oq, mayiz va klubnika banan. Bitta banan solamiz. Klubnika qo'shsangiz bo'ladi, lekin allergiyasi borlarga klubnika tavsiya qilmayman. Uni o'rniga o'zi sevadigan boshqa bir meva turidan foydalansa bo'ladi. Hozirgi tayyorlayotgan proteinimga bedana tuxum qo'shmoqchiman. Xohlaganlar uy tuxumidan foydalansa bo'ladi. Buni farqi sonida. Bedana tuxum qo'shsangiz 5 tadan 10 tagacha qo'shasiz. Uy tuxumi qo'shmoqchi bo'lsangiz bittadan 2 tagacha qo'shsangiz bo'ladi. Menga 100 gramm tvorog kerak. Men o'lchab qo'yganman. Taxminan 2 katta qoshiq bo'ladi. Tvorogimizni ham qo'shib oldik. Endi tayyor mevalarimizni qo'shamiz. Mevalarni tabga ko'ra o'zingizlar xohlaganinglarni tanlasanglar bo'ladi. Menga klubnika banan yoqqanligi uchun o'zimga yoqqan ta'mdagi protein tayyorlayapman. Endi bunga bedana tuxumlarimizni chaqolamiz. Eslatib o'taman, tuxumlar xom holatda bo'lishi kerak. Tayyorlayotgan proteinimizni hamma uchun sog'lom ozmoqchi bo'lgan, sog'lom semirmoqchi bo'lgan va sog'lom ovqatlanishni xohlagan insonlar buni albatta tayyorlab ichish kerak. Sababi tayyor upakovkadagi proteinlardan ancha effektivni va to'qlik hissini 3 soatgacha beradi. Bu proteinimiz efir moylariga va foydali yog'larga boy, mazza qilib ichadigan bo'ladi. Buni ichganingizdan keyin tanangiz voy rahmat devoradi. Men o'zimga yoqadigan qulupnay ta'mli kompotdan foydalandim. Siz ham o'zingizga yoqqan ta'mli kompotlardan, ichimliklardan, hattoki oddiy suvdan foydalansangiz bo'ladi. Birinchi turdagi kokteylimiz tayyor. Ikkinchi turdagi kokteylimizga bedana tuxum va tuxumlarni xush ko'rmaydigan insonlar uchun ovsyanka va sut qo'shib tayyorlab beraman. Mevalarimizni oldindan tayyorlab olamiz. Menga banan, klubnika, sut, ovsyanka, tvorog va quritilgan mevalar kerak bo'ladi. To'rt qoshiq ovsyankaga sut solib bo'ktirib qo'yamiz. Ovsyanka qattiq bo'lgani uchun yo sutga yoki qaynagan suvga bo'tqa qilib olish kerak. Ovsyanka bilan sutimiz tayyor bo'lguncha biz tvorogimizni, boshqa mahsulotlarimizni solib tayyorlab turamiz. Qoshiq katta qoshiqda to'la tvorog 100 gramm bo'ladi o'rtoqlar. Oldindan to'g'rab olgan banan mevalarimizni solamiz. Aytib o'taman, xohlaganlar o'z xohlagan mevani, kivilar, noklar, olmalar solishi mumkin. Xohlaganlar hattoki shokolad, yoqtirgan pechenyelarni solsa ham bo'ladi. Har xil chaqchuqlarni va quritilgan mevalarni o'zingiz ta'bingizga qarab, ko'p kamligini ham o'zingiz ta'bingizga qarab solasiz. Tayyor bo'lgan o'tilgan ovsyankamiz, ya'ni suli bo'tqasini solib, hammasini aralashtirib blender qilib olamiz. Tvorog, banan, klubnika, chaqchuqlar, ovsyanka va sut. Endi buni blender qilib olamiz. Sutli ovsyankali proteinimiz tayyor bo'ldi. Endi bemalol buni tatib ko'ramiz. Ikkalasini ham ta'mi bir-biridan zo'r. Tayyorlab ko'ringlar va kommentariyada qaysi biri yoqqanligi haqida gaplashamiz.